Futbolchilar maydonda qaysi raqamda tushishini o'zlari tanlaydi deb o'ylaysizmi? Aslida har bir raqam ortida o'ziga xos tarix va ma'no yashiringan. Boshida hammasi oddiy edi. Birinchi raqam doim darvozabonga, 2 dan 6 gacha bo'lgan raqamlar himoyachilarga, 7 va 11 raqamlar qanot hujumchilari, ya'ni wingerlarga, 9 raqam esa sof hujumchilarga berilgan. 10-raqamchi bu jamoaning miyasi bo'lgan asosiy playmakerlarga atalgan va o'z egasidan katta mas'uliyat talab qilgan. Lekin bugungi zamonaviy futbolda raqamlar doim ham o'yinchining pozitsiyasini bildirmaydi. Hozir futbolchilar o'z raqamlarini shaxsiy brend, irim-sirimlar yoki jamoadoshlari bilan kelishuv asosida tanlashadi. Bunga eng zo'r misol Trent Alexander-Arnold va uning noodatiy 66-raqami. Bu raqam hozirda butunlay uning shaxsiy brendiga aylanib ulgurgan. Sizningcha futbol tarixidagi eng afsonaviy raqam egasi kim? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon chempionati o'yinlarini qo'shishlarsiz jonli efirda tomosha qilish uchun BV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.